Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırğacırız Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sağa 2023 yıl 1. ayının 4. günü. Bugün sizlerge yetkizdiğin leksiyamız meselen Ukrayna uğraşının ahırlışı ve bu münasebet bilen Cumhuriyet o'rtasidagi munosabatlarga ve Cumhuriyet iki devletning taqdiriga kelgusi vaziyatning qandaq ta'sir ko'rsatadiganligi ustida to'xtalamiz vatandoshim. Undan keyin O'yanvin Efendi yaqinda yana bir parcha maqola e'lon qildi. Maqolada Cumhuriyetdagi biroz optining oqibati ve uning yaqin kelgusi to'g'risida mush leksiyalarni so'zlaymiz. Bularni yangi vaziyat va shundaqla hozirgi dunyo realligining, Rossiya realligining tasviriy ifodasi deb qarasangiz bo'ladi. Mavzu mundaq vatandosh. Ukrayna urushi oxirlashamdi. Jungo tarafning xabarlari sirliq bo'lib qoldi. Jungo bilan Rossiyaning taqdiri Amerikaning qo'lida. Mavzuli xabar 1. ayning 3. kuni Dunyo axborot to'rida, ya'ni Vanvi to'rbetida e'lon qilindi xabar. Mundaq başlandı. Reis Xi Jinping o'tgan yili 12. ayning 30. kuni Prezident Vladimir Putin bilan telefonda so'zlashdi. Ekran suhbat olib bordi. Bu to'g'ri xabarda hozirgacha to'xtamayapti juma vatandosh. Prezident Vladimir Putin Xi Jinpingni bu yil atiyazda Moskvada davlat ishlar ziyoratida bo'lishga taklif qildi. Lekin Jungoning axborot organlari bu ishni eg'izga olmadi. Bu ish sirliq bir ish bo'lib qoldi. Müştahorda o'tgan sizlar bir leksiya so'zlagan to'q bugun yana yetib keldi. Bu sirliq bir ish bo'lib qoldi. Cumhuriyet rahbarlari orqa-orqadan so'zlashib keldi. Bunda so'zlashishlar Prezident Vladimir Putinning Ukrayna urushida kun sayin besimga duch kelganligini aks ettirib berdi. Rossiya bilan Jungoning bir-biriga tayinib harorat elishi intayin qiyin. Yeni yildan burun 12. ayning 21. kuni Ukrayna prezidenti Zelenskiy Amerikani Washingtonni ziyorat qildi. O'xshash bir kunda Rossiya Federatsiyasi Bexatarlik komitetining raisi, ayni chog'dagi sobiq prezident Medvedev Beijingni ziyorat qildi. Bu ishlar Rossiya Ukrayna urushining bu yil oxirlashidiganligidan bishorat berdi. Her qaysi taraflar urushdan keyingi vaziyatga diqqat qilmoqda. Bu yil Rossiya Ukrayna urushi bir taraf bo'ladigan yil bo'lib qolmasdan o'xshashla Amerika Jungoga umumyuzlik hujum qo'zg'aydigan bir yilda. Diqqat vatandoshlar. Bu yil Rossiya, takrorlayman, bu yil Rossiya Ukrayna urushi bir taraf bo'ladigan yil bo'lib qolmasdan balki o'xshashlar Amerika Jungoga umumyuzlik hujum qo'zg'aydigan bir yilda. Çünkü Jungo Kompartiyasi yuqumliq virusdan yengildi. Xalqning nola faryodi yuqori ko'tarildi. Fuqarolar doirlarning qilgan harakatlarga qarab tura olmaydigan bo'ldi. Iqtisoddan chekinishi, ishsizlikning og'irlashganligi, Jungo garchi Amerikaning oldida g'ururlanib, gidiyib turgan bo'lsa-mu, lekin teşe pal-pal, işçi-gal-gal bulup kaldı. Şikayet Amerika'ga hacetmen bulup kaldı.
Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi yaqinda Antony Blinken Junguni ziyorat qildi. Bu ziyorat shuni oshkorlab berdiki, Amerika Jungu raqobati va Rossiya Ukraina urushi oldimizda yangi bir bosqichga kirib keladi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken yaqinda Junguni ziyorat qildi. Bu ish yoki ziyorat qilish Rossiya Ukraina urushi oldimizda yangi bir bosqichga, shundaqla Amerika Jungu raqobatining yangi bir bosqichga kirib keladiganligining bishoratidir. 3 davlat Rossiya, Jungu, Amerika 3 davlat bu ishlarni o'rinlashtirishga boshladi. Demek aldığımızda vaziyet kilovatı bu vaziyetin hazır 3 devlet uğurlaştırıvadı. Çünkü bu vaziyet aldığımızda kilovatka vaziyet 3 devlet ki münasebetlik. Biri Amerika Qo'shma Shtatları, biri Rossiya, biri Jungu. Prezident Vladimir Putin'nin askeri kısımları kadem yenilişe başladı. Amerika, Avrupa, bu dahvar kolva, Ukraynaga mablag' verishga bardoshlik berilmaydi. Prezident Vladimir Putin mag'lub bo'lib, Ukraynadan askar chekindirish to'g'risida xalqaro kayfiyat quyuqlashishga boshladi. Ya'ni demakki, bu urushda g'alaba qilolmasang, g'alaba qilgandimi, mag'lub bo'lgandim bu urush xoritosh urushi bo'layotdi. Avrupa, Amerika bu urushga pul xarjlayotdi, yordam beryapti Ukraynaga. Endi uni chekka bo'ladi. Shuning uchun bu urush endi oxirlashishi kerak. Shunlashqa shunday kayfiyat hozirgi dunyoda quyuqlashishga boshladi. Prezident Vladimir Putinning hech nimaga erishmay chekinishi bir nishon bo'lib qoldi. Prezident Vladimir Putin'nin hatta Krimiya yerim ayrıldımı ayrılıp kalışı muqarrar bo'ldi. Ukrayna'nın şarkı kısımları yani besilingan ziminlardan çıkıp ketidi. Bu mu muqarrar bo'ldi. Amerika rahbarligidagi NATO şu günden başlap Rossiyaning tajovuz qilish iqtidorining yo'qolishini, Ukraynaga urush chiqimi to'lishini, hatto Vladimir Putinning taxtdan tushishini, Rossiya yana parchalab, Yevropa kechiringlar, Rossiya yana parchalab, Yevroosiyo geopolitika manzarasini qaytadan yaratishni umid qiladi. Bu sözlerini sizler oturasıyorduk, Uygur karındaşlar yaxşı düşünürsler bu sözlerinin ma'nosini. Ne mi deydi? Bunu bir tekrarlayımız bu abzasını. Vladimir Putin'nin hech nimaga erishmay chekinişi hazır bir nishon bo'lib qoldi. Hatta Krimiya yerim ayrıldımı ayrılıp qolishi bir nishon bo'lib qoldi. Ukrayna'nın şarkı kısımları hatta besilingan ziminlardan mı çekinip çıkdı Prezident Vladimir Putin, Amerika rahbarligidagi NATO şu günden başlap Rossiyanın tajovuz qilish iqtidorining yo'qolishini, Ukraynaga urush chiqimini to'lishini, hatta Vladimir Putinning taxtdan tushishini, Rossiyani yana parchalab, Yevroosiyo geopolitika manzarasini yaratishni umid qiladi. NATO, Amerika boshchiligidagi NATO. Birinchi betleksiyimiz tugadi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.